Uchxonaga Yunusobod, Chinobod mahalli. Eski pasportniy stolli ko'chasi mana. 200 metrdan keyin o'sha o'ngga Chinobod, bu yog'i Shahristonskiy metroga chiqib ketgan ko'cha. Shu yerda 204 sotuv, fasadi 21 metr mana shu burchakdan seriya ketgan. Bu ana kichkina darvozadan o'tganda katta darvozagacha 21 metr, fasad zo'r, ichkariga 11 metr kirgan. Xohlasanglar shuni olib yashaysizlar, xohlasanglar ani quruvchi akalar 3 tami 4 ta townhouse quradigan joy. Mana ichlarini ko'rsataman hozirlarga mana. Mana bu kirib kelish, mana kirgan mana bu keng joylar bor. Mana darvozalar anaqa ochiladi. Mana bu to'silgan. Buni orqasini mana videoda ko'rib turganinglardek kladovka bir narsada qilishgan. Bu yog'ida yashab turib, yog'i novvoyxona bir narsa ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu kiruvchlari zo'r. Endi uy ichlarini ko'rsataman. Xo'p, kirganda mana bu endi kak zal hol o'tiradigan joy. Mana bir chekkadan ko'rsatib turib, operatorimiz tezroq ko'rsatib beradi. Bu yoqda ikkita xona, tayyor remontlari bilan. Mana ko'rib turganinglardek oynalari bor. Endi bu yoqqa kelamiz. Bu yerda yana bitta mana xona. Mana kirib yashasa bo'ladigan holatda turibdi. Bu yog'imiz oshxona. Mana oshxonani ham shunday darvozaning to'g'risiga chiroyli qilib qurishgan. Mana ko'rsatib turinglar. Bu yoqda hammom to'g'ri mana alohida ketgan. Xullas 204 sotuv, fasadi 21, bu yog'iga 11 ketgan. Kirib yashashga tayyor, xohlasanglar buzib, kotej quradigan ham zo'r bo'ladi. Narxi 139 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastki nomerga aloqa chiqinglar, tamom.